Dars qanday bo'ladi hozir? Zo'r bo'ladi. Bugungi mavzu ontogenez o'rtoqlar. Ontogenez bu organizmning shaxsiy rivojlanishi. Ayrim mana kitoblarda ma'lumotlar bo'ladi-ku, ixtilofli. Qanaqa bo'ladi-ki o'zi aslida bu bunga kiradimi, bunga kiradimikin degan joylarini ham aniq bilib ketasizlar, xudo xolasa. Biz o'zimiz o'qiganda ham, ko'p o'quvchilar o'qitganda ham ko'p savollar bo'ladi-da, domla mayda qanaqa ekan, bunaqa yozibdi, yaxshi tushunmadim degan joylarni tushunib ketasizlar. Shuning uchun video ham qilib qo'yapmiz. Videoda ham baribir qayta ko'rasizlar. Qayta ko'rganda yana ham tushunib olasizlar. Hozir o'zi baribir jonlilik boshqacha. Ha, darsda like bosib o'rmasdan, videoda ham like bosib, kommentlarida yozib, fikringlar bo'lsa. Xo'p, ontogenez nima degani desa, ontogenez bu organizmning individual rivojlanishi, ya'ni shaxsiy rivojlanishi. Bu degani tug'ilgandan to nobud bo'lgungacha bo'lgan jarayonlar emas. Tug'ilishdan oldingi jarayonlar, ya'ni embrional rivojlanish davri deymiz. Ona qornida rivojlanish davri ham ontogenezga kiradi. Shuning uchun birinchi o'rinda bilish kerak bo'lgan narsa ontogenez qachon boshlanadi-yu, qachon tugaydi degan savolga javobni bilishlar kerak. Ontogenez bu zigota hosil bo'lganda boshlanadi. Tuxum hujayrani urug' hujayra urug'lantiradi, zigota hosil bo'ladi. Zigota bu organizmning boshlang'ich davri. Bo'ldi, endi bu bitta yangi organizm bo'lib rivojlanadi endi. Demak, ontogenez zigota hosil bo'lganda boshlanadi. Va u ikkita davrni o'z ichiga oladi. Embrional rivojlanish davri, ya'ni bu ona qornida rivojlanish yoki tuxumda rivojlanish. Va post embrional rivojlanish davri. Post tug'ilgandan keyin yoki tuxumdan chiqqandan keyingi rivojlanish davri hisoblanadi. Demak, zigota hosil bo'lganda boshlanadi ontogenez. Qachon tugaydi desa, to'g'ri aytding Yosinbek. O'lganda tugaydi. Qo'pol qilib aytganda o'lganda tugaydi. Endi bir hujayraliklarda ontogenez qachon boshlanadi deydigan bo'lsangiz, bir hujayraliklarda demak hosil bo'lganda boshlanadi. Yo nobud bo'lganda tugaydi yoki yana bo'lingungacha davom etaveradi. Bo'lindi, bu endi yangi hujayraning ontogenez boshlanadi. Ontogenez tushunchasini birinchi bo'lib fanga 1866-yilda Ernest Haeckel tomonidan olib kirilgan. Ontogenezning 3 ta tipi bor yoki embrional rivojlanish tiplari ham deyiladi. Ontogenezni tipi desa ham, embrional rivojlanish tipi desa ham shu 3 ta tip tushuniladi. Bu lichinkali, lichinkasiz ona qornida rivojlanishga bo'linadi. Lichinkali rivojlanish o'z nomiga muvofiq lichinkasi bo'lganligi uchun lichinkali rivojlanish deyiladi. Kimlar kiradi? Yassi chuvachanglar kiradi. Kitobga yassi chuvachanglar deb ketgani, lekin siz endi bunday fikrlaysizda, yassi chuvachanglar tipini qanaqangi sinflari bor edi? Kiprikli chuvachanglar sinfi bor edi. So'rg'ichliklar, tasmasimon chuvachanglar. Shundan so'rg'ichliklar sinfiga jigar qurti, tasmasimon chuvachanglar sinfiga qoramol tasmasimon chuvachang kiradi. Mashalarning lichinkasi bo'lganligi uchun ular lichinkali rivojlanishga kiradi. Lekin yassi chuvachanglar desa, barcha yassi chuvachanglarni lichinkali rivojlanishga olmaysiz. Masalan, kiprikli chuvachanglar erkin yashaydi. Va oq planariya misol bo'ladi unga. Oq planariyani bolasi planariya bo'ladi. Shuning uchun mustasno joylari bor. Ya'ni zalogani o'qigan bo'lsangiz, fikrlab ajrata olishingiz kerak uni. Qanday bo'lsa shundaylik javob ketmaysiz. Hasharotlar, barcha hasharotlarni lichinkaliga olasiz. Lekin o'qigan bo'lsangiz, kitobingizga boshqacha yozib ketgan. Nima degan? Aksariyat hasharotlar. Lekin hozir mana tushuntirib beraman bu yerda. Hammasini lichinkaliga olasiz. Bilib qo'ying. Baliqlar va baqalar ham lichinkaliga kiradi. Ya men yana qayta aytyapman, mustasno holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, baliqlardan ayrim tog'ali baliqlar tirik tug'adi. Akula skatlarning ichida bilasizlar. Tirik tug'adiganlar. Tirik tug'sa u lichinkali rivojlanmaydi. Lichinkali bo'lmaydi. Lichinka ko'p lichinkalar voyaga yetgan organizmga o'xshamaydi. Butkul farq qiladi demoqchiman. Butkul farq qilmaydigan lichinkalar ham bor lekin. Demak, siz bilishingiz kerak, lichinkali rivojlanishga asosan yassi chuvachanglar, hasharotlarning barchasi, baliqlar va baqalarda olasiz. Umumiy ma'nodagi gap ekan bu.
Keyingisi lichinkasiz, ya'ni tuxumda rivojlanadi. Kimlar? Sudralib yuruvchilar, ya'ni reptiliyalar, qushlar va tuxum qo'yuvchi sistemlar. O'rday bir yig'it neslarda bo'lsa. Haqiqatan ham embrion qayerda rivojlanadi? Tuxumda rivojlanadi. Shuning uchun lichinkasiz deyiladi. Va ona qornida rivojlanish. Sistem buzuvchilar, yuksak tuzilgan sistem buzuvchilar va odamda. Ona qornida bachadonda rivojlanadi. Endi bu yerda o'quvchi o'qiyotganda mana shu savol ham tug'iladi. Domla, hozir mana bu embrional rivojlanish davri bo'lsa, embrional rivojlanish davri bu tuxumdan chiqmasdan oldingi davr. Tuxumdan chiqsa postembrional rivojlanish davri deyapsiz yoki tug'ilsa deyapsiz, to'g'rimi? Xo'p, embrional rivojlanish tiplari deb yozyapsiz, to'g'ri, mana tuxumda rivojlanyapti embrion, ona qornida bachadonda rivojlanyapti, lekin lichinkalikda tuxumdan chiqqandan keyin rivojlanyapti-yu deyishingiz mumkin. Tuxumdan chiqsa postembrional bo'lib qolmaydimi deyishingiz mumkin. Lekin bu nima deydi? Biz biron narsalarni tizimlashtirmoqchi bo'lsak, tizimga doimo 100% tushmaydi. Bunda ana shu tuxumdan chiqqandan keyin to'g'ri, masalan, baqani tuxumidan it baliq chiqsa, it baliq o'zi postembrional rivojlanish davri ketadi. Lekin mana bu umumiy bo'lakani ana shu embrion deb rivojlanish deb olib ketaverasiz. Tushunyapsizmi? Mana shu bo'lakani lichinkasi ona qornida rivojlanish bor ekan, shunaqalarga bo'linar ekan deb ketasiz. Chunki embrion tuxumda rivojlanmaydi-da, bu tuxumdagi qo'shib qo'ygan bo'lsak. Demak, shuning uchun ba'zi kitoblarga embrional rivojlanish tiplari demagan. Nima degan? Ontogenezning tiplari deb umumiy ma'noda yozgan. Ashi to'g'riroq bo'ladi. Hozir 9 biologiyada o'qigan bo'lsa, embrional rivojlanish tiplari deb ketgan. Demak, ontogenezda embrional rivojlanish davri, postembrional rivojlanish davri bor ekan, shundan embrional rivojlanish davrini tushuntirishni boshladim. Embrional rivojlanish davri 3 ta bosqichdan, ya'ni u ham o'zi 3 ta davrdan iborat. Maydalanish bosqichi, gastrulyatsiya va birlamchi organogenez davrlaridan iborat bo'ladi. Ya'ni endi odam desak qiziqroq u. Odamda ham bu yerda umumiy ma'noda ketyapti. Ko'p hujayrali organizmlarda qanaqa qilib masalan odam bo'lib shakllanadi? Asosiy qanaqa bosqichlarda o'tadi? Shu haqida gaplashamiz. To'liq gaplashmaymiz. Asosiy qanaqa bosqichlarda o'tadi? Bu faqat odamning embrional rivojlanish emas-ku, umumiy bu. Xo'p, demak, birinchisi shundan maydalanish bosqichi. Mana zigota hosil bo'ldi. Mana shuni zigota deb tasavvur qilaylik. Zigota hosil bo'ldi, zigota. Tuxum hujayra urug'langandan so'ng zigota hosil bo'ladi. Bir necha daqiqa yoki kerak bo'lsa bir necha soat o'tgandan so'ng maydalanish yuz beradi. Bu davrda nima bo'ladi? Maydalangungacha sitoplazmalik moddalarning qayta taqsimlanishi, qutblanishi, oqsil sintezi amalga oshadi. Keyin yana bir narsani aytib qo'yay, maydalanishda sariqlik bir tekis taqsimlanishi mumkin hujayralarga yoki notekis taqsimlanishi mumkin. Sariqligi miqdori kam bo'lganlarda bir tekis taqsimlanadi. Masalan, lansetnikda sariqligi bir tekis taqsimlanishiga sabab oz bo'lganlik hisobiga sitoplazmada bir tekis bo'ladi o'zi. Sariqlik miqdori ko'p bo'lganlarda, sudralib yuruvchilar, qushlarda, tuxum qo'yuvchilarda sariq miqdori ko'p bo'lganligi uchun ularda notekis taqsimlanadi. Demak, maydalanish haqida gapiryapmiz. Qachon boshlangan ekan maydalanish? Zigota hosil bo'lgandan bir necha daqiqa yoki kerak bo'lsa bir necha soat o'tgandan so'ng boshlanadi. Mana urug'langan tuxum hujayra zigota. U dastlab uzunasiga, ya'ni biz uni vertikal deymiz. Vertikal usulda bo'linadi. Ikkita hujayrani hosil qiladi. Ko'rinyaptimi sizlarga? Hosil bo'lgan hujayralar blastomer deyiladi. Blast degani pusht degani, mer degani qism degani. Pushtku bu ikkita qismga ajraladi. Va hujayra qanday usulda bo'linsa, mitoz usulda bo'linadi. O'zi bitta edi, ikkita bo'lib qoldi. Hosil bo'lgan hujayralar mashq hujayrada, xuddi shunaqa hujayrada nechta bo'lib qoldi? Ikkita bo'lib qoldi. Chunki mitoz biologik ahamiyati nimada? Ona hujayradagi axborotni qiz hujayralarga teng taqsimlab berish. 2n2 edi bu, 2n2 nechta bo'lib qoldi? Ikkita bo'lib qoldi. Bu xuddi nimaga o'xshaydi deydigan bo'lsangiz, uyda osh pishirgandan keyin tuxum qo'shilgan bo'lsa, uydagilar kattalar bir kishi yo dadangiz yo oyiz tuxumni olib turib, tepa qilib uzunchoq qo'yib turib, tepasidan uzunasiga deb bo'ladi.
Ana shu meridian bo'linish bilib oling. Birinchi marta bo'linganda mana, birinchi marta bo'linganda meridian usulda bo'linar ekan zigota. Nechta hujayra hosil qiladi? Ikkita. Ikkita bo'ladimi? Keyin endi hammaga bo'lish kerak-ku uni. Ashuni bunday plus qilib turib, buni uzunasiga qo'ydi hozir. Plus uzunasiga qo'yib turib, plus qilib turib bo'ladi. Qo'shuv qilib turib. Bunaqasiga. Nechta bo'ladi? 4 ta. Demak, ikkinchi marta bo'linganda yana meridian bo'linadi ekan, 4 ta balastamer hosil bo'lar ekan. Endi 3-marta bo'linganda yana uzunasiga bo'lavermaydi-yu. Shunday qonni yotkizib turib, bunaqasiga yotkizib turib, qonnidan kesadi. 3-marta bo'linganda ekvator o'rtasidan bo'ladi. Nechta bo'lib qoladi? 8 ta. Boshida 2 marta meridian bo'linib oladi. Keyin ekvatorial. Keyin meridian. Ekvatorial bo'lib ketma-ketga ketaveradi. Lekin boshda 2 marta meridian. Demak, 3-marta bo'linganda ekvatorial bo'linadi, 8 ta balastamerni hosil qiladi. 4-marta bo'linganda meridian bo'linadi, 16 ta balastamer hosil qiladi. 2 barobar ko'payib ketaveradi. 8 edi, 2 ga ko'paytirsangiz 16 bo'ladi. Keyin ekvatorial bo'linadi, 5-chisida 32 ta balastamer hosil bo'ladi. 16 ni 2 ga ko'paytirsangiz 32. 6-marta bo'linganda meridian bo'linadi, 60 ta balastamer hosil qiladi. 7-marta masalan, 7-marta bo'linganda ekvatorial bo'linadi, 128 ta balastamer hosil bo'ladi. Lancetnikda maydalanish jarayoni yuz beryapti, savol sizlarga. 128 ta balastamer hosil bo'ldi. Hujayra necha marta meridian, necha marta ekvatorial bo'lingan? 4 marta meridian, 3 marta ekvatorial bo'lingan mana. Meridian 1, 2, 3, 4 marta meridian. 1, 2, 3 marta ekvatorial bo'lingan. Mana shunaqa savollar tushadi. Yoki masalan bu balastamer nima degan ekan o'zi? Mana 128 ta balastamer hosil bo'libdi. Nima degan ekan balastamer? Maydalanishda hosil bo'lgan hujayralar balastamer deyiladi. Demak, 128 ta balastamer bor. Masalan, odamda 128 ta balastamer hosil bo'ldi. Unda nechta xromosom bor deydigan bo'lsa, nima qilamiz? 46 ga ko'paytirib qo'yamiz. Chunki bitta hujayrada 46 ta xromosom bormi? 128 ta hujayrada nechta xromosom bor deb proporsiya qilamizda. Yoki avtosoma xromosomani so'rasa 44 ga ko'paytiramiz. Chunki ikkita xromosoma qanaqa xromosoma? Jinsiy xromosomani chiqarib olsak 44 tasi avtosoma bo'ladi. Doim hamma organizmdan ikkita xromosomani chiqarib olasiz, jinsiy xromosomani chiqarib olsangiz, keyin yana avtosoma bo'ladi. Masalan, shimpanze maymunida avtosoma xromosoma soni nechta? Yo'q, 48 ta jami xromosoma soni. 46 ta avtosoma xromosoma soni. Tushundinglarmi? Jamidan 2 dan borasiz deyapman-ku. Ketma-ketlik tushunarlimi? Ko'p savol tushadi bunda. Demak, men ikkita, keyin chizmadim, yaqin keyin yana 4 ta bo'ladi, keyin 8 ta, 16, 32, 64, 128 ketaveradi. Oxiri maydalanishda oxiri nima bilan yakun topadi deydigan bo'lsangiz, ko'p hujayrali embrion. Mana blastula qorada chizib qo'yganmiz, blastulaning hosil bo'lishi bilan yakun topadi. Hujayralar chekkaga ajraydi, koptokka o'xshaydi bu blastula. Demak, maydalanish qachon boshlanadi? Zigota hosil bo'lgandan keyin bir necha daqiqadan so'ng boshlanadi yoki bir necha soatdan keyin. Qachon tugaydi ekan desa, ko'p hujayrali embrion blastulaning hosil bo'lishi bilan yakun topadi. Blastula bu bir qavatli embrion degan. Endi uning devori blastoderma deyiladi. Derma qavat devor. Uni ichi suyuqlik bilan to'lgan bo'shliq bo'ladi. Uni ichi bo'shliq bo'ladi. Suyuqlik bilan to'lgan bo'ladi. Birlamchi tana bo'shlig'i. Suyuqlik bilan to'lgan birlamchi tana bo'shlig'i blastosel deyiladi. Devori blastoderma deyiladi. Uning har bir hujayrasi blastomer deyiladi. O'zi общий uni nima deymiz? Blastula deymiz. Blastula, blastoderma, blastosel, blastomer desa, deb qolmang yana. Adashtirmaslik kerak. Maydalanish tugadi. Kim tushundi? Keyingi davrga o'tamiz o'rtoqlar. Gastrulyatsiya. Mana maydalanishda o'rtoqlar Lancetnik degan bu embriologiyani hayvon hisoblanganligi uchun Lancetnik haqida ko'p gapirilgan. Lancetnikda blastulasida 3000 ta blastomer hosil bo'lishi bilan yakun topadi ekan. Endi keling 3000 ta
bu yerda savol bo'ladi o'quvchilarda, domla 3000 nimiz hisob kitobga to'g'ri kelmay qoladi-yu deyishadi. Qaysi hisob kitobga qarang. Mana 128 ta bo'ldi, mana ketma ketdi. 128 keyin necha bo'ladi? 256, 512, 1024, 2048, 4096. 3000 haqida gapirdikmi? O'tib ketdik. Nimaga domla hozir 3000 degan 3000 ta hosil bo'lmaydi ekan deyishadi savolda. Mana qarab turing. Masalan 6-bo'linishda meridian bo'lib 64 ta blastomer hosil bo'ldi. Undan keyin 64 ta blastomerning barchasi yana bo'linmasligi mumkin. Biz endi to'shni hisob kitob ketyapmiz. 64 dan keyin hammasi bo'linsa deyapmiz. 128 bo'ladi deyapmiz. 64 ta blastomerda hammasi bo'linmasa 128 bo'lmaydi. Qanchadir qism bo'linsa, shunaqa qilib o'zgarib ketib qoladi. Keyingi davrlarda. Endi boshlang'ich davrlarda 2, 4, 8 bo'lib ketishi aniq. Shuning uchun 3000 ta hosil bo'ladi ashuni hisobiga. Endi keldik gastrulyatsiya davriga keldik. Gastrulyatsiya davrida gastrula homila qavatlari hosil bo'ladi. Hozircha homila devori necha qavat bo'lib turibdi? 1 qavat. Gastrulyatsiya davrida kimlardadir homila qavati 2 qavat, kimlardadir 3 qavat bo'ladi. Mana gastrulyatsiya jarayoni kimda qanday amalga oshadi? Bu savol ham juda ko'p tushadi, yaxshilab eshittiringlar. Mana hozir balastulani mana berga chizaman. Hozircha ko'rinishi mana bunday turibdi, to'g'rimi? Endi mana naqdagilar ham ko'rsin. Endi mana shu blastulada gastrulyatsiya jarayoni yuz berish kerak. Ya'ni homilaning qavatlari hosil bo'lish kerak. Qanaqa qilib hosil bo'ladi? Lansetnikda mana shu nima? Qavat ichkariga bunday botib kiradi. Bir yo'l botib tushuntirib ko'ray, ichkariga bunday botib kiradi. Keyin bunday bo'lib ajraydi. Necha qavat bo'ldi? Mana shunaqa qilib hosil bo'ladi. Lansetnikda botib kirish. Amfibiyalarda o'sib kirish. Sudralib yuruvchi va qushlarda qat-qat bo'lib joylashish. Kavakichiliklarda migratsiya. Rasmda oldi bor, yodladinglarmi? Tushni yodlash kerak. Rasm ko'p tushadi. Kimlarda qat-qat bo'lish yo'li bilan amalga oshadi gastrulyatsiya desa, siz ashitdan sudralib yuruvchi qushlarni ajratib olishingiz kerak-da. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa umumiy savollar tushadi. Endi bo'shliq ichliklarda, kavak ichliklarda o'zi tana devori 2 qavat edi. Shuning uchun ularning embrional rivojlanish davri gastrulyatsiyani o'zida yakun topadi. Homila devori 3 qavat ham bo'lmaydi, organogenez degan jarayon o'zi yuz bermaydi. Chunki ular tuban surgan ko'p hujayralar tana devori 2 qavat xolos. Undan tashqari boshqa barcha hayvonlarda, yassi chuvalchanglardan boshlab tana devori necha qavat bo'ladi? 3 qavat. Mezoderma qavati ham hosil bo'ladi. Mezoderma qavati qayerdan hosil bo'ladi deydigan bo'lsa, o'rtada qavat. Mana bu bo'shliqning nomi nima edi? Blastosel. Mana bu blastoselda endi bu gastrulosel hisoblanadi. Blastosel emas. Gastrulani bo'shliqda endi bu. Mana shu gastroseldan 3-qavat, o'rtadagi qavat ham hosil bo'ladi. Tashqarisidagi qavat ekto degan tashqi ektoderma, ichkaridagi qavat endoderma, o'rta mezoderma hisoblanadi. 3 qavat bo'lib qoldi. Endi demak, gastrulyatsiya bosqichida nima bo'ladigan o'rtoqlar? Homilaning varaqlari hosil, homilaning qavatlari hosil bo'ladi. Asosiy narsa shu bo'ladi. Va gastrulyatsiyada yana dastlabki ixtisoslashish belgilari paydo bo'ladi. Endi savol tug'iladi, ixtisoslashish degani nima degani? Sistemozuvchilardan oldingi sinf vakillarida ko'plarning tishlari bir xil tuzilgan bo'lardi. Sistemozuvchilar tishlari qanaqa? Xuddi bizniki o'sha ponasimon, kurak tish, konussimon, qoziq tish, yassi kubsimon, oziq tish. Ya'ni turli xillarga ajralishi ixtisoslashish deyiladi. To'garak chuvalchanglarga kelib ixtisoslashish paydo bo'lgan. Ichagi, o'rta ichak, keyingi ichak bo'lib xillarga ajrayapti ichak. Undan oldin yaxshi chuvalchanglarda ichak bitta ichak edi. 2 shoxli ichak, 3 shoxli ichak bo'lib. Ya'ni turli xil vazifani bajaruvchi xillarga ajralishi ixtisoslashish yoki differensiatsiyalashish deyiladi. Gastrulyatsiya bosqichida ixtisoslashish boshlanadi. Mana hozir blastuladagi blastomerlar, ya'ni hujayralar hozircha bir xil. Chunki qanday usulda bo'lingan? Bitta usulda bo'lingan.
Endi bundan keyin ham o'zi aslida yana mitoz usulida bo'linadi, lekin genetik axborotdan foydalanish, asosiy genetik axborotdan foydalanish boshlanganligi uchun turli xil to'qimalarga xos hujayralar hosil bo'ladi. Bizda tanamizda turli xil hujayralarimiz bor. Qon hujayralarimiz boshqa shaklga ega, muskul hujayralarimiz boshqa shaklga ega, suyak hujayralarimiz, ya'ni har bir a'zo to'qimalarga mos bo'lgan hujayralar to'plami hosil bo'ladi. Bunday hujayralar xillarining hosil bo'lishi morfologik ixtisoslashish deyiladi. Ixtisoslashish ikki xil bo'ladi: morfologik va biokimyoviy. Endi biokimyoviy ixtisoslashishda ana shu har bir a'zo to'qimalarimizga xos bo'lgan hujayralarning oqsillarini sintez bo'lishi bu biokimyoviy ixtisoslash hisoblanadi. Masalan, qon hujayralaridan limfosit hujayralarimiz bor. Leykositning bir turi. Limfosit hujayralari antitelo sintez qilishi, antitelo oqsilini sintez qilishi, oshqozon osti bezi insulin gormonini sintez qilishi. O'zi har bir, demak, har bir to'qima a'zo o'zini oqsilini sintez qilishi qanday ixtisoslash ekan? Biokimyoviy ixtisoslash. Mana gastrulyatsiya bosqichi tugadi. Endi savol tug'iladi, shu ixtisoslashish gastrulyatsiyada bo'ladimi, organogenezda bo'ladimi? Gastrulyatsiyada boshlanadi, organogenezda tugaydi. Organogenezda ham ixtisoslashish bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Tushunarligi? Endi organogenez organlarning hosil bo'lishi haqida gaplashamiz. Hali organlar hosil bo'lgani yo'q, hali odam bo'lib shakllangan yo'q. Tushunyapsizmi? Endi organogenezda birinchi bo'ladigan jarayon, dastlab bo'ladigan jarayon neyrulla bosqichi hisoblanadi. Ya'ni neyrulla bosqichida o'zak organlar hosil bo'ladi. 3 ta o'zak organ bor. Birinchisi xo'rda, ikkinchisi Abdulloh nerv nayi, uchinchisi ichak nayi. 3 ta o'zak organ bor ekan. Qaysi? Xo'rda, nerv nayi, ichak nayi. Xo'rda degani keyinchalik embrional rivojlanishlarda o'zgarib ketadi. Biz umurtqa pog'onamizda, biz uchun endi umurtqa pog'ona bu. Nerv nayi degani biz uchun bu umurtqa pog'onasining ichidagi nima? Orqa miyamiz. Ichak nayi tushunarli. Bular 3 ta o'q organlar hosil bo'ladi. Eng birinchi organogenezda bosh nima bo'ladi desa, neyrulla bosqichi bo'ladi. Neyrulla bosqichida nima hosil bo'ladi? O'q organlar hosil bo'ladi. Qaysilar ular? Xo'rda, nerv nayi, ichak nayi. Endi homilani biz qavatlarini 3 ga bo'lib qo'ygandik. Tashqi qavati ektoderma, mana chizamiz. Ektoderma. O'rta qavati mezoderma. Va ichki qavati endoderma yoki entoderma desak ham bo'lmaydi, endoderma. 3 ta qavatdan iborat. Qaysi qavatdan nimani hosil bo'lishini ham yoddan bilishingiz kerak. Tushunib yodlashingiz kerak. Shunchaki ko'rko'rona emas. Boshladik. Birinchisi, ektodermadan nimalar hosil bo'ladi? 4 ta narsaga e'tibor bering. Nerv sistemasi hosil bo'ladi. Endi nerv sistemasi deganda, masalan, savol manaqa tushadi. Miyacha qayerdan hosil bo'ladi? Qaysi qavatdan hosil bo'ladi deydi. Qayerdan hosil bo'ladi? Chunki miyacha nerv sistemasiga kiradi. Shunaqa narsalarga hushyor bo'lishingiz kerak. Yoki o'rta miya deydimi? Bosh miya hamshiralar pustloq qismi deydimi? Xohlaganda deyaveradi. Nerv sistemasi o'pshi ob'yomda ketdi. Qaysini olamiz? Ektodermaga. Sezgi organlari ketdi. Sezgi organlari ko'z, quloq, hid bilish organlari, teri sezgi organlari, ta'm bilish organlari, muvozanat organlari demak, hamma sezgi organlari ektodermada. Tishning emal qavati, teri epiteliysi va uning hosilasi, soch terining hosilasi hisoblanadi, tirnoq terining hosilasi, qushlarda pat terining hosilasi, sut emuvchi hayvonlarda yung bu terining hosilasi. Demak, ektodermadan nima hosil bo'larkan qaytarib olamiz. Nerv sistemasi, sezgi organlari, tish emal qavati, teri epiteliysi va uning hosilasi. Umumiy ma'noda 4 ga bo'lyapmiz. Keyingisi mezodermadan juda katta ob'yomda hosil bo'ladi. E'tibor bering-ya, o'zi ektodermadan o'zi tashqi organlarimiz hosil bo'ladi, pashti. Tushungandirsizlar. Demak, mezodermadan demak o'rtadagi organlar hosil bo'ladi. Endodermadan ichkaridagi ayniqsa. Mezodermadan nima hosil bo'ladi? Biriktiruvchi to'qima birinchi o'rinda. Biriktiruvchi to'qima deganda ketdi. Suyak, qon, limfa, tog'ay, payam bor. Payda yozmay ketibdi kitobingizga. 5 xil narsa.
Payan biriktiruvchi to'qima. Ikkinchisi muskul to'qima tushunarli qayerda muskul bo'lsa, demak mezodermada. Biriktiruvchi muskul to'qima yurak qon tomir sistemasi. Arteriya, vena, kapillyar qon tomir, ketdi, yurak. Ayrish va jinsiy organlar tizimida nima yozilgan bo'lsa, shular bari mezodermaga olinadi. Endodermadan qisqaroq qilib qo'ydim, e'tibor bering. Hazm qilish va nafas olish organlari. Jabra desa, o'pka desa, jigar desa, oshqozon osti bezi desa, endodermaga kiradi. Endodermadan hosil bo'ladi mana shu organlarimiz, shakllanadi. Va ularning epiteliyalari, ichayda epiteliyasi desa, ektodermaga olmaysizda. Nimaga olamiz? Endodermaga. Demak, oson yodlash usuli hazm, nafas olish organlari va ularning epiteliyasi deb qo'yasiz. Bu umumiy ma'nodagi gap. Xo'p, endi embrional rivojlanish davri tugadi. Shunaqa qilib homilalar rivojlanadi va u nima bo'ladi? Tug'iladi. Tug'ildi, endi tug'ilgandan keyingi bosqichga o'tamiz. Tushunyapsizmi? Tug'ilgandan keyin yoki tuxumdan chiqqandan keyingi bosqich bu post embrional rivojlanish bosqichi hisoblanadi. Post embrional rivojlanishda ham davrlar bor. Davrlarni mana bu yerga yozganman. Juvenil davri, voyaga yetgungacha bo'lgan davr. Ya'ni jinsiy balog'atga yetgungacha bo'lgan davr juvenil davri deyiladi. Pubertat davri, voyaga yetdi, jinsiy jihatdan yetildi degani, voyaga yetgan davr. Yetuklik davri va keksalik davrlar o'z ichiga oladi. Endi mana shu juvenil davri ikkiga bo'linadi. Voyaga yetgungacha bo'lgan davr ikkiga bo'linadi. Ikki xil bo'ladi ya'ni. Mana xili, ikki xil. Ikkita tip desak ham bo'laveradi mo'yinga o'xshab. Bevosita rivojlanadigan xillari bo'ladi va bilvosita. Bevosita degani, masalan, tuxumdan chiqqan bolasi yoki tug'ilgan bolasi onasi bilan bir xil bo'lsa bevosita, ya'ni to'g'ri rivojlanish. Yoki metamorfoz siz rivojlanish. Kimlar kiradi? Sudralib yuruvchilar, tuxumdan chiqqan bolasi toshbaqa sudralib yuruvchimi? Toshbaqaning bolasi toshbaqa bo'ladi. Ilonni bolasi ilon bo'ladi. Tushunarligi? Chunki aytyapmiz-ku, chunki bular qanaqa rivojlanadi? Bevosita, ya'ni to'g'ridan to'g'ri rivojlanadi. Qushlar tushunarli va sut emizuvchilar. Bularning rivojlanishi qanaqa ekan? Faqatgina farqi, bolasini farqi jinsiy jihatdan yetilmagan bo'ladi va kichkina bo'ladi. Shu farqi. Asosiy farq. Demak, 3 ta umumiy gap bu yerda. Keyingisi, bilvosita rivojlanishga chuqurroq to'xtalamiz. Mana shu yerda savollar ko'p. Bilvosita rivojlanish, noto'g'ri rivojlanish yoki metamorfozli rivojlanish ham deyiladi. Kimlar kiradi? Hasharotlar kiradi. Hasharotlar kiradi. Noto'g'ri rivojlanishda, masalan, kapalakning bolasi qurt bo'ladi. Bir haliga aytib berdim-a latifani. Kapalak mashina minib ketyapsa, gaya to'xtatibdi. Pravasini ko'rsatsa, yoshligida ko'rsatdi. Tushgan ko'rasimga. Bunda ko'rib turib, bu qurt ekan-ku, siz kapalaksiz desa, keyin aytaman, yoshligim dermish. Shuning uchun mana noto'g'ri rivojlanish, metamorfozli, meta degani o'zgargan, metamorfo shaklini o'zgarib rivojlanish. Meta o'zgargan, morfo shaklini o'zgarib rivojlanish. Qurt kapalakka aylanadi, tasavvur qiling. Shuning uchun noto'g'ri rivojlanishda. Baliqlar, baqalar, baliqdan ham lichinka chiqadi. Shuning uchun noto'g'ri rivojlanish. Lichinka u. Lichinka ba'zan o'xshaydi-yu deyishingiz mumkin. Lichinka bo'lganligi uchun noto'g'ri rivojlanish. Baqalar endi tushunarli, it baliq. Noto'g'ri rivojlanishlar aniq ko'rinib turibdi. Endi bu yerda noto'g'ri rivojlanadigan organizmlar ko'p. Zoologiya o'qigan odam shu narsalar bu yerda faqat buni uchovi emas. Masalan, halqali chuvalchanglarda yomg'ir chuvalchangidan nima chiqadi? Yosh chuvalchang chiqadi, chuvalchangcha chiqadi. Demak, uni rivojlanishi qanaqa? To'g'ri, metamorfozsiz. Endi halqali ko'p tukli chuvalchanglarning lichinkasi bo'ladi. Ular qanaqa bo'ladi? Metamorfozli. Qarang, bitta tipi kiradi. Yomg'ir chuvalchang kam tuklilardagi metamorfozsiz, ko'p tuklilardagi metamorfozli. Siz shuncha zoologiyani eslaysiz. Bu manaqa edi-yu deb turib, umumiy ob'yomda olib olishingiz kerak, metamorfozli, metamorfozsizda. Hozir bu eng ko'p uchrayganlarni aytib ketdik-da bu yerda, kitobda yozilgan ham.
Endi keling mana shu hasharotlarni ham bir yo'la aytib ketay shu yerda o'rtoqlar. Hasharotlarning barchasi noto'g'ri rivojlanadi deb yozib qo'ydim mana shu yerga. Ba'zi mana hasharotlar o'zi ikkiga bo'linadi bilasizlar, chala o'zgarish bilan rivojlangan hasharotlar va to'liq o'zgarish bilan rivojlangan hasharotlar. Chala o'zgarish bilan rivojlangan hasharotlar tuxumdan lichinka chiqadi. Masalan, chigirtkani bergan, lichinkadan voyaga yetgan hasharotga aylanadi. Qanotlar rivojlanmagan bo'ladi va hokazo. Lekin bu lichinka deyilganligi uchun chala o'zgarish bilan rivojlangan hasharotlar ham qanaqa rivojlanishga kiradi? Noto'g'ri rivojlanishga kiradi, o'rtoqlar. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bilvosita. Tushunarligi adashmaydi. Endi hasharotlardan to'liq o'zgarish bilan rivojlangan hasharotlarniki endi tushunarli, aniq bilvositaligi. Ya'ni chunki tuxum qo'yadi, tuxumdan nima chiqadi? Qurt, lichinka chiqadi, keyin g'umba, keyin voyaga yetganda. Buni-yu noto'g'ri deb o'ylashadi to'liqda. Chalani noto'g'ri deb o'ylashmaydi, u ham noto'g'ri bilib oling, aniq. Bu chala metamorfozli, bu to'liq metamorfozli. Farq shunda. Endi bu yerda turkumlarni ham yodlab qo'yinglar bir yo'li turkumlarni yodlab qo'yinglar. To'liq o'zgarishni rivojlangan hasharotlar turkumlari. Birinchisi qattiq qanotlilar, masalan, qo'ng'izlar kiradi. Qo'ng'izlar qattiq qanotlilar turkumiga mansub. Hozir mana bu yerda harflab yozib chiqqanman, chunki doskaga sig'mayapti, ko'ryapsizlar. Sizlar uyda mashina meni videomni ko'rib, konspekt qilib kelasizlar, savol javob qilamiz. Shuning uchun mana shu gapga quloq solinglar. Keyingisi parda qanotlilar. Arilar, asalari, sariqari, qovog'ari, yaydoqchi chumollar. Ketdi. Mashinga xushyor bo'ling, burga. Burga to'liq o'zgarish bilan rivojlangan turkum. Mana yerda bit bor-da. Bit chala o'zgarish bilan rivojlangan turkum. Burgani qurti bo'ladi. Shuning to'liq o'zgarish. Tushunyapsizmi? Lekin bit qurti bo'lmaydi, bit sirkasi bo'ladi. Tushunyapsizmi? Xo'p, ikki qanotlilar, pashsha, so'na, bo'ka, chivinlar kiradi. Va tangacha qanotlilar, kapalaklar kiradi. Demak, bular turkumlari, shuncha 5 ta. Turkumlarning ichiga ketdi, qancha hasharotlar hammasi to'liq metamorfozga kiradi. Endi chala metamorfozligi yodlatdik. Suvarak, chigirtka, ninachi, qandalar, sachanaqa qilib yodladinglar. Endi suvaraklar o'zi turkum bilib oling mana, birinchi turkum. Ninachilar ham turkum, qandalar ham turkum, lekin chigirtka turkum emas. Chigirtka to'g'ri qanotlar turkumiga kiradi. Ikkinchi tagi termitlar turkumi, bitlar turkumi. Bit o'zi chala, bit bilan birga adashtirib qo'yishadi. Adashtirmaslik usuli bit o'zi ozrog'i harfi. Shuning uchun chala. 7-si besh tebratarlar ham turkum. Bular zoologiyada yo'qda, shuning uchun qo'shimcha ketdi mana. Demak, hamma hasharotlar qanaqa? Noto'g'ri, metamorfozli rivojlanish. Mana bu yerga baqani alohida baqa deb yozib qo'ydim, nari guruhga dars o'tayotganda esimdan chiqib qolmasin deb. Baqa ham metamorfozga kiradi. Baqani bolasi itbaliq. Endi qarang. Itbaliq o'zi baliqqa o'xshaydi. To'g'rimi? Nima bor? Yon chiziqlari bor, dumi bor, eshitib turamiz. Yuragi ikkita kamerali, bitta doiradan iborat bo'ladi. Jabr orqali nafas oladi. Bular hammasi baliqqa xususiyatlar. Lekin voyaga yetgan sari dumi yo'qoladimi? Orqa oyoq paydo bo'ladi, oldingi oyoq paydo bo'ladimi? Jabr o'ka bilan almashadimi? Yuragi 3 kamerali bo'ladimi? 2 kamerali edi, 3 kamerali bo'ladimi? Murakkablashyaptimi? Qon aylanish doirasi bitta edi, ikkita bo'lib qoladimi? Qalqonsimon bezni tiraksin gormon ta'sirida. Tushunasizmi? Baqada ham tiraksin gormon. Katta bo'lgan sari, rivojlangan sari nima bo'lyapti? Murakkablashib boryapti, o'sib boryapti. O'zgaryapti. Shuning uchun metamorfozli qanday o'sib borish tarzida o'zgaryapti. Shuning uchun biz buni progressiv metamorfoz deymiz, bilib oling. Demak, progressiv metamorfozga qarama-qarshi ravishda regressiv metamorfoz ham bor. Bu hasharotlar, baqa qanaqa kiradi ekan? Progressivli metamorfozga kiradi. Endi asidiya degan hayvon bor. Xo'rdalilar tipi, lichinka xo'rdalilar kenja tipiga kiradi. Asidiya bo'lsa regressiv metamorfozga hisoblanadi. U rivojlangan sari, katta bo'lgan sari organlari yo'qolib boradi. Tushunyapsizmi? Mana o'zi nimalari bo'ladi? Xo'rdasi bo'ladi, nerv nayi bo'ladi, halqumida jabri yoriqlari bo'ladi, muskuli, dumi, ko'zi bo'ladi. Rivojlangan sari xo'rda nima bo'ladi?
yo'qoladi. Nerv nayi hujayralar to'plamini hosil qiladi, fagositlarga bo'linib ketadi. Nerv tugunini hosil qilib qoladi, hattoki yo'qolib ketadi. Jabr oyoqlar yo'qolmaydi, muskuli dumi yo'qolib ketadi. Dumi yo'qoldi, muskul yo'qoldi degani bitta joyda o'tiroq yashashga o'tib ketadi degani. Asli degani bolasi o'ynab yuraveradi. Dadalari o'sha yerda shunday bitta joyda yashaydi. Dumi muskuli yo'q. Tushunyapsizmi? Rivojlangan sari nima bo'lyapti bu? Organlari yo'qolyapti, soddalashib ketyapti. Shuning uchun bu qanaqa metamorfoz ekan? Regressiv metamorfoz. Demak, metamorfoz ikki xil bo'lishi mumkin ekan. Progressivli yoki regressivli metamorfozga bo'linadi. Metamorfoz ham tugadi. Postmenopauz rivojlanish davri ham tugadi. Wow, zo'r joy qoldi endi. Qonunlar o'rtoqlar. Shu yerda 3 ta qonun bor, 4 ta qilib yozib qo'ydim. Birinchi qonun. Begenetik qonun. Kimning qonuni? Gekkel va Müllerning begenetik qonuni. Mana antogenez bor ekan. Antogenez embrional rivojlanish davri bor ekan, postembrional rivojlanish davri bor ekan. Sut emizuvchi hayvonlar mana zoologiyani eslang, bir hujayrali hayvonlar, amiobalar bor, to'g'rimi? Keyin murakkablashib boradi. Masalan, umurtqali hayvonlardan baliqlar, baqalar, sudralib yuruvchilar, qushlar, oxiri sut emizuvchilar paydo bo'lgani, evolyutsiyada tarixiy rivojlanish davomida shunaqa paydo bo'lgani. Endi masalan sut emizuvchi hayvonlar deyapti masalan. Embrional rivojlanish davrida masalan maymunlarda olgan bo'lsangiz, embrional rivojlanish davrida zigotadan boshlanadi embrional rivojlanish davri. Zigota ana o'sha organizmning necha hujayrali davri? Bir hujayrali davr. Ya'ni amiobaga o'xshagan davrini takrorlaydi ekanmi deyapti. Yoki rivojlanish davrida sut emizuvchi hayvonlarda jabr yo'qlar bo'ladimi? Bo'ladi sut emizuvchi hayvonlarda. Yoki yuragi 2 kamerali bo'ladi. Qon aylanish doirasi bitta doiradan iborat bo'ladi. Kimga o'xshab? Baliqlarga o'xshab. Baliqlarga o'xshash davrini takrorlaydi ekanmi? Demak, qoida nima? Gekkel va Müllerning qoidasi. Har qanday tirik organizm o'zini ontogenezida, shaxsiy rivojlanishida filogenezni, tarixiy rivojlanishni, ya'ni qisqacha ma'lum davrlarini takrorlaydi. Mana shu begenetik qonun. Odamga tushira olmayman amaliy jihatdan, shuning uchun odam haqida gapirmadim. Xo'p. Keyingisi filoembriogenez nazariyasi. Bu 10-sinfdan olib qo'ydim, bilib qo'yganinglar yaxshi. Qisqacharoq aytib beraman. Demak, Gekkel va Müllerning begenetik qonuni qanaqa edi? Har qanday organizm o'zini ontogenezida, shaxsiy rivojlanishida filogenezni, ya'ni tarixiy rivojlanishni qisqacha takrorlaydi. Endi faqat takrorlash bilan o'tib ketmaydi-da. Seversning filoembriogenez nazariyasida o'rtoqlar. Mana qancha tushunib oling, o'zida yangilik paydo bo'ladi. Masalan, sudralib yuruvchilarda teri epiteliysi bilan ostidagi biriktiruvchi to'qima qavatidan mugustangacha hosil bo'ladi. Quruq cho'l muhitda yashaydi-yu. Undan oldingilarda mugustangacha bormidi? Baliqda tangacha bor edi, mugustangacha emas edi. Unaqa sudraluvchilarda emas edi. Masalan, qushlarda pat paydo bo'ladi. Sut emizuvchilarda junqab qatlami hosil bo'ladi. Teri epiteliysi bilan ostidagi biriktiruvchi to'qimadan. Undan oldingi sut emizuvchilardan oldingisida shunaqa jun qatlami bormi? Yo'q, kimda bor? Hech kimda yo'q. Mana shunaqa tushunib oling, osonroq. Shunaqa yangilik paydo bo'lishi nima ekan? Filoembriogenez nazariyasi. Embrional induksiya qonuni. Kimga? Shpeymanga. Buni ham oson tushunib oling, baqada tajriba o'tkazgani. Mana homilaning qavatlari bor ekan. Tashqi qavat nima? Ektoderma. Ichki qavat? Endoderma. O'rta qavat? Masalan, qarang, homilaning tashqi qavati ektoderma bunday o'zgarsa, ektodermada o'zgarish bo'lsa, ektodermadan hosil bo'ladigan organlarda ham o'zgarish bo'ladimi? Endi ektodermada o'zgarish bo'lsa, mezoderma va endodermalarda ham o'zgarish bo'ladimi? Bularga ham ta'sir qiladimi? Homilani bir qavat, asha bir rivojlanish kurtagi ikkinchi rivojlanish kurtagiga ta'sir qilishi bu induksiya qonuni. Eng qisqa varianti tushunishingiz. Tushundingizmi? U boshqa baqaga o'tkazib, yangi baqa hosil bo'lish haqida gapirgan. Lekin bu mana shunaqa mohiyati ham bor bu yerda. Va oxirgisi embrionning o'xshashlik qonuni. Mana umurtqali hayvonlar umumiy ma'noda bo'lgan bo'lsak, baliqlar, baqalar, sudralib yuruvchilar, qushlar va sut emizuvchilarga bo'linadi, to'g'rimi?
Mana shular hammasi xo'rdaliklarga kirganligi uchun bular hammasi embrional rivojlanish davrida, boshlang'ich davrida, masalan, xo'rdasi bo'ladi hammasini. Umurtqaliklar bo'lgan bilan, masalan, lekin embrional rivojlanish davrida nima bo'ladi ekan? Xo'rda bo'ladi ekan. Ya'ni bu tip uchun xos bo'lgan xususiyatini takrorlayapti. Keyin sinf uchun xos bo'lgan xususiyatlar paydo bo'ladi. Dastlab hammasi o'xshash bo'ladi deyapman-da, ya'ni hammasi xo'rda bo'ladi deyapman. Keyin ajray boshlaydi 5 ga. Baliqlarda jabra paydo bo'ladi, sutemuvchilarda o'pka paydo bo'ladi. Shunaqa qilib nima bo'ladi? Hammani o'zini tanasiga xos bo'lgan organlar paydo boshlaydi. Keyin turkum uchun xos, hayvonlarda turkum bo'ladi-yu, turkum uchun. Sutemuvchilar bo'lgan bo'lsa, yirtqichlarda turkumga xos xususiyatlar paydo bo'ladi. Tuyoqlilarga xos xususiyatlar paydo bo'ladi. Keyinchi oila uchun, keyinchi tur uchun, keyinchi individ uchun hammani o'zini tanasini tuzilishiga xos bo'lgan xususiyatlar paydo bo'ladi. Genetik axborot tufayli. Borgan sari embrion rivojlangan sari nima bo'lyapti? Ularning belgilari ajrab boryapti. Bu embrional divergensiya, belgilarning ajralishi. 9 biologiyada rasmni ko'rdinglarmi? Ajratib qo'yganman. Kenguru alohida, ha? Odam alohida bo'lib ajraladi deyapti. Boshda o'xshash bo'ladi deyapti. Endi qarang. Mana shu belgilar ajrab turibdi, 5 ga ajrab turibdi, lekin embrional rivojlanishning dastlabki davriga qaytsak nima bo'ladi? Bir xil bo'ladi. Belgilar nima bo'ladi? Yig'ilib boradi. Bu embrional konvergensiya, konvert belgilarining yig'ilishi degani. Demak, ajrashi divergensiya, yig'ilishi konvergensiya. Eng asosiy joylarini tushuntirdim. Endi yana bu yerda bilib ketishingiz kerak bo'lgan joylari qo'shib chaqib aytib ketay, keyin o'chirasiz. Gomeostaz. Organizmning ichki muhitining doimiyligi, nimalarning doimiyligi, suyuqliklarning miqdori, kimyoviy tarkibi, osmotik bosma, hamma narsani bir me'yorda turishlikligi gomeostaz deyiladi. Staz bir me'yorda turish degani. Tushunyapsizlarmi? Gomeostazni nima ta'minlab beradi? Organizmda immun tizimiga javob beradigan narsalar bilan regeneratsiya ta'minlab beradi. Regeneratsiya nima? Yo'qolgan qismini qayta tiklash. Keyinchi anabiozdan ham ko'p savol tushadi. Anabiozga ham chalg'ib qolishadi. Anabioz degani nima degan ekan? Hayotiy jarayonlarda ma'lum vaqt to'xtab turishi. Moddalar almashinuvi deyarli to'xtaydi yoki sekinlashadi. Bunga misol, sodda hayvon bakteriyalarda sporalari, o'simliklarning urug'lari, hayvonlarning sistalari va yana tuxumlari. Tuxum ma'lum vaqt nima bo'ladi? Moddalar almashuvi bo'lmay turadi. To'g'rimi? Vaqtincha, deyarli. Anabiozda nima misol kiradi-yu, o'zi nimaligini ham tushunib olish kerak. Yana nima qoldi o'rtoqlar? Menimcha asosiy joyini tushuntirdim. Darsimga ma'qul. Qalay bo'ldi?